ko'ngli yerim bo'lganda qanday qilish kerak? His tuyg'usi bor har qanday bir normal insonning ko'ngli yerim bo'ladigan, tushkunlashadigan vaqti bo'ladi. Gerçi o'xshamagan, insonning ko'ngli yerim bo'lishiga sabab bo'lgan omillar har xil bo'lsa-mu, ammo u sabablarni tuvandikidek bir necha tarafga yig'inchoqlash mumkin. Birinchi, hayotida yuz bergan cho'ng o'zgarishlar, masalan, tuqqanlar va yaqin do'stlarning o'lib ketishi, urug' tuqqan, yaqin do'st birodar va yurtdan ayrilish. Ikkinchi, turmush, xizmat yoki maktabdagi besim. Uchinchi, yo'qsizlik va iqtisodiy qiyinchilik. To'rtinchi, kishilik munosabatdagi ko'ngilsizliklar. Beshinchi, turmush, o'qish, xizmatdagi umutsizlik va mag'lubiyatlar. Oltinchi, har xil jismoniy kasallik. Yettinchi, qalqonsimon bezning iqtidori tuvan bo'lish. Sakkizinchi, hormonlarning qalaymaqon bo'lishi va hormon tangpongligining buzilishi. To'qqizinchi, xarakterdagi benormallik, ya'ni davomli pushaymon qilish, o'zini ayblash va o'zini tanqid qilish. 10. Ruhiy tushkunlik, xomushlik kasali. 11. Pasın xarakterlik his tuyg'u qalaymaqonchiligi. 12. Ba'zi dorilarning aks ta'siri. Undaqda qanday qilib ko'ngli yerim bo'lishdan g'olib kelgili yoki ko'tarangi ruhiy holatini asli keltirgil bo'ladi? 1. Ko'ngil yerim bo'lgandagi his tuyg'uni yoshirmay, uning bilan yuzlashish va uni e'tirof qilish. Ko'ngil yerim bo'lish, rohatsizlanish, azoblanish qatorliq his tuyg'ularning normal insonda bo'ladigan his tuyg'u ekanligini to'nib yetish, uni inkor qilmaslik va yoki uni zo'rlab ichiga yutmaslik kerak. 2. Cho'nqur nafas olish. Cho'nqur nafaslanish odamning jiddiylashishini tuvanlatib, tamkin va sog'lom tafakkur qilishiga yordam beradi. 3. Tantarbiya faoliyatlari bilan shug'ullanish va badan chiniqtirishga aktiv qatnashish. Jismoniy harakat besimni tuvanlatib, kayfiyatni yaxshilaydi. 4. Zehn sinashni mashq qilish. Zehnini ishga solish, o'ylanish, tafakkur qilish odamning xotirjam va aniq ruhiy holatini amalga oshirishiga yordam beradi. 5. Dunyoga bo'lgan qarashga qayta qarab chiqish va uni yangilash. Navbatdagi vaziyat va ijtimoiy munosabatga texmi aktivlik bilan qarab chiqish va tanishish. 6. Mas'uliyatni ustiga olish. Shu ahvolga tushib qilishning tajriba saboqlarini yakunlab, qanday qilganda u xil ahvoldan saqlanғалы bo'lganligi to'g'risida o'ylash. 7. Ijodiy faoliyatlarni sinab beqish. Yiziqchilik, rasm chizish, usul o'ynash, muzika va naqsha ijod qilish qatorliq ijodiy faoliyatlar insonlarning jiddiyligini pasaytishga, ko'ngilsiz ishlarni unutishga yordam beradi. 8. Ko'ngli yerim bo'lishga sabab bo'lgan muhit yoki ishlardan yiroqlash. 9. Urug' tuqqan va yaqin do'stlarni ziyorat qilish, ular bilan sirdishish, ichini to'kish, ichini bo'shitish. 10. Yetarlik uxlash va orom olish. Yetarlik uxlash insonlarning energiyasining asli kelishiga yordam beradi.